Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, bitta huquqiy savol beraman. O'zingiz fikringizni aytasiz. Yo'lga ketayotganda telefon topib oldingiz. Siz olib ketdingiz. Shunda o'sha telefon o'g'irlangan bo'ladimi? Ha, albatta o'g'irlangan bo'ladi, chunki bu bo'ladi. Bironta joyga aytib berishim kerak. Chunki egasining ruxsatisiz olib ketilgan, shuning uchun o'g'irlangan bo'ladi. Agar Yo'q. hech kim bo'lmasa ham olib ketsa, baribir o'g'irlikka kiradi. Bu o'g'irlik. Albatta o'g'irlangan bo'ladi. Yo'q, qo'rqaman. Yo'ldan olisku biron kishini qo'lidan tortib Birovni mulki, birovni telefoni. Yo'q. Tushirib qo'ygan bo'ladi. Tushirib qo'ygan. Bilmadim. Bunga kirmasa kerak, lekin egasini topib berish kerak-da. Yo'q. Siz topib oldingiz-ku. Buni olsangiz o'g'irlangan. O'g'irlangan deb hisoblanishi mumkin. Bir militsiyaga topshirilmasida yaqin oradagi. Shisha qidiruv bo'limiga berishimiz kerak. Tinchgina aytib berganim yaxshi. Lekin o'g'irlikka kirmasligi ham mumkin. O'g'irlangan bo'ladi. O'g'irlangan chiqardi. O'g'irlangan. Ha.